Bu jangni birinchi qatordan tomosha qilayotganlar orasida hattoki Donald Trump ham bor edi va u o'rnidan turib bu nokautni hayratdan qarshi oldi. Siz hozir haqiqiy afsonaviy jangchi va uning yakunini ko'rasiz. 2009-yil ringda ikki ulkan nom afsonaviy Fyodor Emelianenko va sobiq UFC chempioni Andrey Arlovskiy to'qnash kelishdi. O'shanda Arlovskiy 5 ta g'alabali seriya bilan ketayotgandi. Formasi yaxshi, o'ziga ishonchi baland. Ammo Fyodor u paytda mag'lubiyatsiz 27 ta jangli rekord bilan imperator laqabiga munosib da'vo qilayotgandi. Hamma o'ylagandi Arlovskiy uchun qiyinchilik bo'lmaydi, lekin jang umuman boshqacha yo'nalishda boshladi. Arlovskiy jangni juda aqlli boshladi. U masofani yaxshi his qildi va Fyodorni qo'l zarbalarida yengayotgandek ko'rindi. Keyin u hayotidagi eng katta xatoni qildi. Dunyo Fyodorni qo'llarida halokatli kuch yashirinligini bilardi. Afsuski, Arlovskiy buni unutgan ko'rinadi. U jang vaqti azartga berilib, Fyodorni sakrab urmoqchi bo'ldi, ammo bu harakat go'yoki o'zini Fyodorni o'ng qo'liga tutib berishdek ko'rindi. Fyodorni o'sha afsonaviy overhendi Arlovskiyni yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Arlovskiy yustuban yerga qulab tushdi. Hattoki yakuniy zarba ham kerak bo'lmadi. Hamma narsa bir lahzada hal bo'ldi.